Go'sht mana lavash xamirini yoki yupqa ishlab chiqarsa bo'ladigan sanok ekan. Mana ortiqcha razmerda har xil qalinlikda ishlab chiqarilgan ekan. Mana ko'rinishlari shunaqa. Menimcha lavash xamiriga zo'r deb o'ylayman. Ishlab chiqarish uchun yaxshigina ixchamroq sanok. Go'sht mana shunaqa paketlar upakovka qiladigan apparat. Mana ko'rinishlari. İçiga qanaqa chips hisob upakovka qilib beradi. Masalan, qo'ysa, xohlasa mana shunaqa olib shunaqa har xilcha qilib chiqarib beradigan apparat ekan. Manaki tomato pasani, apparat katta juda. To'tki. Boshqasi zakazga chiqarib beramiz. Xo'sh, mana shunaqa yozda juda ish beradigan apparatlar bor ekan. $287 ekan. Bu 425 2 donaligi, hamkin $562 ga 3 taligi bor ekan. Bu nima ishlab chiqaradi desanglar, natural morojenoga o'xshaydigan narsa ishlab chiqaradi. Juda ham sifatli. Ham bu yoqda keyin boshqa narsalar ham bor. Hisob qo'yib $177 ga 3 taligi. $133 ga 2 taligi bor ekan. $102 ga 1 talik. Bu muz qilib chiqaradi. Nariyoqdan to'lab qo'yilsa, ba'zi muz chiqaradigan narsa. Bu xolodilnik. Freezer sanat. Morojenoy apparat. Bu yaxshi. Qatlar cho'tki. 3 taligi necha volt ishlashini yozmoqchiman. Yozmoqchi. Shunaqa apparat ekan. Mana shunaqa yostiqlar uradi. Lenta qo'yilgan ekan. Bunaqa zali chiqaradi ekan. Короче, yozda temasi ekan aka. Mana bunaqa bo'pti. Mana suv ishlab chiqarib, sotsa ham zo'r bo'ladi. Suvni o'zini tayyorlab, bonjour chiqargan. Ko'rdingiz, bu narsa yomon tema. Bu yoqda keyin narsasi bor ekan o'zini. Suv qo'yadigan apparati, bu apparati ikkovi bitta $7000 ga borar ekan. Lekin cho'tki ish beradi. $7000 ga bunday klub bo'lsa masalliq bo'ladi. Buni o'g'ay bilan o'qiysiz. 7-8 ming boradi. 7 ming masalliq bo'lsa, borishini 10 ming uchun ko'plik 10 ming ham tushmaydi. Buni tashqari bor, ko'parib qo'yish. Temirdan tozalaydigan, zanglaganlar tozalaydigan apparatlar. Tozalar chiroyli beradi. Har xil lazerli sanatlar o'zi ham bor, gravировка qiladiganlar bor. Ko'p narsalar bor ekan. Dunyodan qiziqib qoladi o'zini. Kimdir dori ishlab chiqaraman desa, mana shunaqa dori upakovka apparat, polni o'zlari joylab, avtomatik qilingan hammasi bor. Xuddi ibufen bunaqalarni upakovkasini shunaqa upakovka qilinyapti. Tayyor variantlari xohlagancha qalinliklarni qo'yib chiqaruvchi bilan xohlagan upakovkani chiqarib turibdi. Bu probiotiklar uchun upakovka qilib, probiotik bo'lsa salafanni xohlagan razmerda qo'yiladi. Yani upakovka chiqaraveradi. Salafan uzunligida bo'ladi.
qo'yib bemalol kutaveradi. Ko'rib yaxshi apparat ishlaydi. Faqat dori ishlab chiqaruvchilar uchun. Shunaqa popcorn apparat bor ekan, bunga hech qanaqa past isitish kerak emas. Buni ichiga taylab qo'yiladi. Buni taylab qo'yiladi, bu yoqdan ketaveradi, o'zi tayyorlab, o'zi chiqarib beradi. Xuddi morojniy apparat ham shunaqa ekan. Yangicha chiqqan texnologiyada bu yoqda tanlash bor. Tillarni o'zgartirib beradi, xohlagan tilga. Bu yoqdan morojniy tayyorlasa, o'zi tayyorlab chiqaradi. Shuna kerak. Morojniy tayyorlayapti. O'zi chiqaraveradi. Tayyor bo'lgandan yaxshi apparat ko'chaga qo'yib qo'ysa, ikkovini bitta jamlab, yoz faslida yurish beradi o'ylayman. Kolonkalar ham tayyor bo'lgandan keyin chiqishi. Morojniy chiqdi. Ichida qo'ylar bo'ldi, o'zi chiqaveradi, shart emas. Xo'sh, hamma mana bunaqa narsalar tansa kerak. O'zimizni bozorga juda keng tarqalgan bolajonlar uchun. Shunaqa chiqaradigan, upakovka chiqaradigan apparati har xilcha vidi bor. Bunaqa ham bor, xohlasa buni chiqaradi, upakovka qilib. Chiroyli qilib marmeladlar uchun moslashtirilgan boshqacha variantlar ham bor. Buyoqda upakovkaniki ham bor ekan. Har xilcha variantlar bor. Buni ham katalogini olib qo'ydik. Shunaqa ishlab chiqaradigan drabelka deydi, shunaqa zavod bo'ladi. Hamma narsasi bor. Hozir ko'rsatib qo'yib, qanaqa nima chiqarishlari mumkinligini ular xohlaganda chiqarib berishadi. Mana shunaqa apparat. O'zi kimlardir qiziq bo'lsa, xohlasa bor, qo'shib beramiz. Go'sht salafon ishlab chiqaradigan stanok ko'rganlik ekanmiz. Mana shunaqa salafon farqlicha paketlar ketaveradi, farqlicha paket ishlab chiqaradigan stanok sotadi. Mana bunaqa ketgan paketlar farqlichasi bor. Ko'p bo'lganlarni eng qadavoy bo'lgan mana bunaqa paketlar deb o'zimizda ishlab chiqariladigan hamma narsasi bor. Ketaveradi. Kimgadir qiziq bo'lsa, yozamiz, kontaktlari bor. Xo'sh, yana bitta qiziq stanok. Mana shunaqa ledlar ishlab chiqaradigan do'stlar bo'ladi. Ikkinchi dizaynda mana ishlab chiqarilgan varianti. Ichiga bittagina qo'yiladi. Bo'ldi, ketdi deydi, yo'lni. Mana apparat chiqaradi. Mahsulotlar solma, yo'lda chiqaradi. Har xilcha yozuv, har xilcha Xiaomi bunaqa yozilganlarni bemalol ishlab chiqarsa bo'ladi. Ketaveradi. Kimdir reklama bo'yicha ishlasa, mana shunaqa apparati bor ekan. Juda ishlashi. Ham juda ham mustahkam manaki. Mustahkam. İchiga led kelib chiqqan. Mustahkam. Juda yaxshi variant o'ylayman. Kimgadir qiziq bo'lib qolsa, kontaktlarni olyapmiz.